Farklı joyi teryapmiz. Hozir ko'ryapsizlarmi? Devor polni shpaklovka tortilgan bo'lgan. Buni biz polni qirib tozalab, gruntovkalarni urib, yo'q qilib turib kafelniklarni tortib oldik. Endi bu bitta qurigandan keyin to'liq farqli holatda kafelni terib olamiz. Bunaqasiga 3 metr, bunaqasiga 2 metr ketadi. O'zi bunaqa joy ko'p holatda kvadratiga emas, pagoni metriga hisoblanadi. Hop, partikli balandligi poldan 85 sm olinadi, oralig'i esa 60 sm da bo'ladi. Endi esa kafelni terib olamiz. Hoppa, kafelni to'liq terib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, ideal holatda o'tiribdi. Glyansli 60 ga 120 granitdan terib olganmiz. 45 qo'yib ko'ramiz. Ideal holatda, xudo xolasa 45larimiz ham chetga turibdi. Nima bo'lisizlar usta akalar? Agar mana shuni kvadratiga hisoblaydigan bo'lsak, oqlaydimi yo'qmi? Izohlarda javob bilan kutib qolamiz. Sog' bo'ling.